Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz kasaba uyushmalari va xodimlar bilan ishlash. Biz bu mavzuni 4 reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz biznesni yuritishda kasaba uyushmalarining ahamiyati va roli. Ikkinchi rejamiz kasaba uyushmalari tuzilmasining zamonaviy tamoyillari. Uchinchi rejada kasaba uyushmalarining huquq va vazifalarini hamda to'rtinchi rejamizda kasaba uyushmalarining jamoatchilik nazoratidagi o'rnini ko'rib chiqamiz. Umuman olganda, bugungi kunda uzoq muddatli faoliyatini rejalashtirayotgan kompaniyalar doimo bozorda raqobatbardoshlikni turli usullarini izlaydilar. Ya'ni turli xil g'oyalar, strategiyalarni ishlab chiqadilar. Shu bilan birga zamonaviy kompaniyalar faqat foyda olishni emas, balki ekologik barqarorlikni saqlashga, jamiyatni rivojlantirishga, ijtimoiy muammolarni hal qilishga hamda o'z xodimlari bilan uzviy aloqada bo'lishga e'tibor qaratadilar. Chunki aynan xodimlar barcha g'oya va strategiyalarni hayotga tatbiq etuvchi lokomotiv kuch ekanligini ular juda yaxshi biladilar. Shu o'rinda biz kasaba uyushmalariga to'xtalamiz. Kasaba uyushmasi bu fuqarolarning ijtimoiy va mehnat huquqlari va manfaatlarini ifoda etuvchi va himoya qilish maqsadida yaratiladigan, faoliyatiga ko'ra ishlab chiqarish, kasbiy manfaatlar bilan bog'liq bo'lgan ixtiyoriy jamoat birlashmasidir. Kasaba uyushmalari xodimlarning mahalliy muammolarini muvofiqlashtiradi va ularni hal qilish yo'llarini bevosita rahbariyat bilan birgalikda muhokama qiladi. Kasaba uyushmasi nizolarni hal qilishda va ijtimoiy sheriklik tizimi orqali mehnat munosabatlarini tartibga solishda faol ishtirok etadi. Uning asosiy maqsadi o'zaro manfaatli muloqot orqali xodimlar va ish beruvchining manfaatlarini muvozanatga erishtirishdir. Kasaba uyushmalari to'g'risidagi asosiy tushunchalarga to'xtalamiz. Demak, birinchi kasaba uyushmasi. Yuqorida aytganimizdek, kasaba uyushmasi xodimlarning huquqlarini himoya qiladi, ish sharoitlarini yaxshilash va ijtimoiy manfaatlarini qo'llab-quvvatlash uchun tuziladigan mustaqil tashkilot hisoblanadi. Ikkinchi tushunchamiz, demak, boshlang'ich kasaba uyushmasi tashkiloti. Ya'ni korxona, maktab, bog'cha deymiz yoki ma'lum bir muassasadagi xodimlarni mahalliy darajadagi kasaba uyushmasi hisoblanadi. U bevosita xodimlar manfaatini himoya qiladi. Keyingi tushunchamiz kasaba uyushmalarining birlashmasi. Ya'ni bir nechta kasaba uyushmalari bir joyga birlashib, yirikroq tashkilot sifatida ish faoliyatini olib boradi. Masalan, Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasini bunga misol qilishimiz mumkin. Keyingi tushunchamiz kasaba uyushmasi bo'linmasi. Ya'ni kasaba uyushmasining ichki tarkibiy qismi. Masalan, aytishimiz mumkin ayollar kengashi, yoshlar bo'limi, madaniyat bo'limi va boshqa yo'nalishlar bo'yicha bo'limlar hisoblanadi. Ya'ni kasaba uyushmasini ustaviga muvofiq tashkil etiladi hamda tegishli hududda uni vazifalarini yoki vazifalarning bir qismini amalga oshiradigan bo'linma hisoblanadi. Endi kasaba uyushmalarini biznesni yuritishdagi roliga to'xtaladigan bo'lsak, demak, birinchi kasaba uyushmalari qanday rolni bajaradi? Ya'ni kompaniya xodimlarini huquqlari va manfaatlarini himoya qiladi. Masalan, aytaylik, bir zavodda ishchilar issiq sexda ishlaydi yoki bo'lmasa sharoiti og'ir sharoitda mehnat qiladi, lekin ularga qo'shimcha to'lov berilmaydi. Endi kasaba uyushmasi ish beruvchi bilan gaplashib, qonunda bor qo'shimcha haqni ishchilarga olib berishi mumkin. Natijada ishchilar o'zini himoyalangan his qiladi hamda kompaniya uchun yaxshiroq ishlashga harakat qiladi. Ikkinchi roli xodimlarga mehnat qonunchiligi bo'yicha bepul huquqiy maslahat berish. Ya'ni, masalan, sizni ishdan bo'shatishmoqchi. Siz o'z huquqlaringizni yaxshi bilmaysiz. Bu borada kasaba uyushmasi sizga yordam beradi. Ya'ni sizni qonunsiz bo'shatilmoqda bo'lgan paytingizda sizga u tushuntiradi, kerak bo'lsa advokat beradi, yana ishga tiklanishingizga yordam ko'rsatadi. Shu bois qaysidir korxonalarda kasaba uyushmasi bo'ladigan bo'lsa, odamlar ko'proq o'sha korxonalarga ishonadi. Uchinchi roli mehnat nizolari erta hal qilinadi. Ya'ni ishchilar va rahbariyat o'rtasida ish vaqtini ko'payishi bo'yicha nizo chiqdi deb tasavvur qilaylik. Agar uyushma bo'lmasa, demak ishchilar ish tashlashga
ish tashlashi mumkin. Ya'ni bu vaqtda kasaba uyushmasi bo'ladigan bo'lsa, o'rtada turadi. Ya'ni kelishuv qiladi. Ishchi uchun qulay grafik taklif qilsa, ish beruvchi uchun zarar bo'lmaydigan yechimni taklif qiladi. Natijada nizo katta muammoga aylanmaydi va vaqtida, demak, bartaraf qilinadi. To'rtinchisi, kasaba uyushmasi mutaxassislari mehnat qonunchiligi va ish beruvchiga huquqiy yordam ko'rsatadi. Ya'ni firma yangi xodimni ishga oldi, demak xodimlar bilan shartnoma tuzish kerak. Lekin rahbariyat ayrim hujjatlarda xatolar qilib qo'yishi ham mumkin. Bunday paytda kasaba uyushmasi mutaxassislari ularga, demak, qanday bandlar qo'shish, qanday huquqlar kafolatlanishi kerakligi to'g'risida tushunchalar beradi. Natijada firma qonuniy ishlaydi va jarimalardan saqlanib qoladi. Keyingi roli, xodimlar o'zini himoyalangan his etishi natijada kompaniyaga bo'lgan, demak, sadoqati oshadi. Ya'ni korxonada kasaba uyushmasi demak faol bo'ladigan bo'lsa, sog'lomlashtirish uchun yo'llanmalar berishi mumkin, ishchilarni bayramlarda rag'batlantirishi mumkin, muammolarni tinglab hal qilishi mumkin. Ya'ni bu xodimlar o'zini qadrlanayotgandek his qilishi uchun sharoit yaratadi va kompaniyani tark etishini xodimlar xohlashmaydi. Bu esa biznesda kadrlar almashinuvini kamaytiradi, ya'ni ishlab chiqarishni barqaror bo'lishiga yordam beradi. Demak, keyingi roli huquqiy himoya va xavfsizlik. Ya'ni bir zavodda ishlovchilar ko'p vaqt davomida eski texnika bilan ishlayotgan deb tasavvur qilamiz. Bu esa jarohatlanish xavfini oshiradi. Ya'ni kasaba uyushmasi rahbariyatiga murojaat qiladi va xavfsizlik qoidalarini kuchaytirishni, yangi himoya kiyimlarini olib berishni talab qiladi. Natijada rahbariyat yangi texnik xavfsizlik standartlarini joriy qiladi. Natijada ishchilarning xavfsizligi oshadi, zavod nufuzi ko'tariladi. Kasaba uyushmasi xodimni nohaq ishdan bo'shatilganligini isbotlab, uni qayta ishga tiklaydi. Bu ham huquqiy himoya hisoblanadi. Keyingi roli korporativ tadbirlar orqali hamjihatlik yoki bo'lmasa buni motivatsiya deyishimiz ham mumkin. Masalan, bir korxonada kasaba uyushmasi har oy yakunida, demak, o'tkazishi mumkin eng faol xodim, jamoa yulduzi kabi kichik tadbirlarni o'tkazadi. Xodimlar o'zaro ko'proq muloqot qiladi, jamoada iliqlik paydo bo'ladi. Natijada xodimlarning kompaniyaga sodiqligi oshadi. Bu orada mehnat unumdorligi ham ko'tariladi. Yoki yana misol aytishimiz mumkin, kasaba uyushmasi tomonidan oila kunlarini o'tkazish, ya'ni bunday tadbirlarni tashkil qilish ham xodimlarni oilalari bilan birga bo'lishi uchun shart-sharoit yaratadi hamda demak ularni birgalikda hamjihatlikda faoliyat olib borishiga sharoit yaratadi. Keyingisi sport va sog'lom turmush tarzi bo'yicha aytishimiz mumkin, bank xodimlari uchun kasaba uyushmasi haftasiga bir marta bepul fitnes zaliga abonement ajratishi mumkin. Bu orqali xodimlar ish stressini kamaytiradi, sog'ligini yaxshilaydi. Natijada, demak, kamroq kasallik varaqalari yoki doimiy ishga qatnashish ruhiy holati yaxshilanadi. Bu ham demak xodimlar uchun ancha manfaatli bo'ladi. Ya'ni ayrim korxonalarimizda xodimlar uchun yiliga bir marta sanatoriyaga yo'llanmalar beriladi. Bu ham xodimlarni ishga bo'lgan ishonchini yoki sog'lom turmush tarzi bo'yicha qilinayotgan tadbirlarni ular uchun motivatsiya bo'lishiga asosiy yordamchi bo'ladi. Keyingisi moddiy yordam. Tasavvur qilamiz, baxtsiz hodisalar odatda ko'p uchrab turadi. Masalan, shu korxonada ishlaydigan kimnidir uyida yong'in sodir bo'ldi. Kasaba uyushmasi uni yolg'iz tashlab qo'ymaydi, ya'ni bir martalik moddiy yordam ajratishi mumkin. Rahbariyat ham undan tashqari qo'shimcha ko'mak berishi mumkin. Ya'ni bu yerda xodimni kompaniyaga bo'lgan ishonchi kuchayadi, o'zini qadrlangan his qiladi. Yoki xodimni farzandi oliy o'quv yurtiga qabul qilinsa, kasaba uyushmasi bonus stipendiya bersa ham bu xodimlar uchun albatta juda qulay sharoit hisoblanadi. Keyingi roliga keladigan bo'lsak, ya'ni o'zlarini kompaniya uchun ahamiyatli his qilish, kompaniya maqsadlariga erishishda katta ahamiyatga ega. Masalan, aytaylik, bir tikuv fabrikasida kasaba uyushmasi xodimlarning fikrini eshitadi, ish sharoitlarini yaxshilash bo'yicha takliflar ro'yxatini tuzadi hamda rahbariyatga shu takliflarni taqdim qiladi. Natijada, masalan, ventilyatsiya tizimini yangilab beradi. Bu xodimlarni o'zlarini qadrlanganligini his qilishiga,
yordam beradi hamda ishga bo'lgan xodimlardagi motivatsiya oshadi. Keyingi roli kasaba uyushmalari kompaniyani ijtimoiy javobgarligini amalga oshirishda resurslarni minimallashtiradi. Endi bu yerda qanaqa mavzuda gap ketyapti? Ya'ni bir kompaniyada ekologik tozalash aksiyasi o'tkazilishi kerak edi. Tasavvur qilamiz. Agar kompaniya o'zi tashkil qilsa, xarajat katta bo'ladi. Kasaba uyushmasi xodimlarni ko'ngilli sifatida jalb qiladi, ya'ni tashkiliy jarayonni o'z zimmasiga oladi. Demak, aksiya samarali o'tadi, kompaniyani xarajatlari minimumga tushadi. Yana bu yerda resurslarni minimallashtirish deganda ko'pchilik ishlarni kasaba uyushmasi o'zini zimmasiga oladi. Bu rahbariyatga vaqt resurslaridan unumli foydalanishga yordam beradi. Keyingi roli, demak, tadbirlar o'tkazishda, moddiy yordam ko'rsatishda kasaba uyushmalari xarajatlarning katta qismini o'z a'zolik badallari orqali to'lab boradi. Ya'ni kompaniyada Yangi yil bayrami munosabati bilan tadbir o'tkazilsa, demak sovg'alar tarqatiladi. Bu tadbirni 70% xarajatini kasaba uyushmasi a'zolik badallari hisobidan qoplab beradi. Natijada kompaniya byudjetiga yuk tushmaydi, xodimlarning kayfiyati ko'tariladi. Bu demak xodimlarda yaxshi ish motivatsiyasini oshiradi. Keyingisi, kasaba uyushmasi a'zolari turli xil ko'ngilli loyihalarda bepul ishtirok etadilar, ya'ni rag'batlantirish desak bo'ladi. Masalan, kasaba uyushmasi xodimlar uchun bepul stressni boshqarish treyningi va shaxsiy moliya bo'yicha seminarlar tashkil qilib berishi mumkin. Ya'ni xodimlar o'z malakasini oshiradi, ya'ni o'zini o'zi rivojlantirib oladi deymiz. Natijada xodimlarning ancha qismi kompaniyaga sodiq bo'lib qoladi, ya'ni ishdan ketish kamayadi. Endi keyingi o'rinlarda quyidagilarga e'tibor beramiz. Ya'ni ish beruvchilar ham kasaba uyushmalari o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun shart-sharoitlarni yaratib berishlari zarur bo'ladi. Ya'ni ish beruvchilar kasaba uyushmalarining huquqlariga rioya etishi, ularning faoliyatiga ko'maklashishi, xodimlarning manfaatlariga daxldor qarorlar qabul qilinishiga qadar kasaba uyushmalari bilan maslahatlashuvlarni o'tkazishi, mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlarida va normativ hujjatlarda nazarda tutilgan hollarda esa ularning roziligini olishi, kasaba uyushmalarining takliflarini o'z vaqtida ko'rib chiqishi va ularga qabul qilingan qarorlar haqida yozma shaklda sabablarini ko'rsatgan holda xabar qilishi zarur. Endi ish beruvchi kasaba uyushmalariga xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy huquq va manfaatlariga taalluqli bo'lgan masalalar bo'yicha zarur axborotni bepul taqdim etishi, o'z vazifalarini bajarishi uchun zarur sharoitlarni ta'minlashi, kasaba uyushmalari organlari tarkibiga saylangan va ishlab chiqarishdagi ishidan ozod etilmagan shaxslarga kasaba uyushmalariga oid majburiyatlarni ish vaqtida bajarishi uchun vaqt berish kerak. Bunda kasaba uyushmalariga oid majburiyatlarni bajarish vaqti ish haftasi soatlari sonining 30% dan kam bo'lmasligi kerak. Keyingi, ish beruvchi kasaba uyushmalariga jamoa shartnomasida kelishuvda belgilangan maqsadlar uchun va miqdordagi mablag'larni o'tkazishi, kasaba uyushmasining a'zolari bo'lgan xodimlarni yozma arizalari mavjud bo'lganda kasaba uyushmasini tegishli hisob varag'iga xodimlarning ish haqidan ushlab qolingan kasaba uyushmasiga a'zolik badallarini, ya'ni 1% qismini agar jamoa shartnomasida kelishuvda shunday qoida nazarda tutilgan bo'lsa, o'z vaqtida o'tkazishi shart. Keyingisi, demak, kasaba uyushmalarining kichik bo'limlari, masalan, korxonadagi boshlang'ich kasaba uyushmasi hatto yuridik shaxs bo'lmasa ham o'z nomiga maxsus hisob varag'i ochishi mumkin. Ya'ni bu hisob varaqdagi pullar faqat kasaba uyushmasini o'zi uchun ishlatiladi. Kasaba uyushmasi u pulni o'zi istaganida sarflashi mumkin. Ish beruvchi bu pullarni olib qo'ya olmaydi. Ish beruvchining qarzlari bo'yicha bu hisobdan undiruv qilinmaydi. Masalan, bank hisob varag'ini ochadi. Demak, zavodda 50 nafar xodimdan iborat boshlang'ich kasaba uyushmasi bor. Ya'ni ular uchrashuvlar, bayramlar, yordam puli uchun o'zlariga maxsus bank hisob varag'i ochadi. Bu hisobga xodimlar to'laydigan a'zolik badallari, homiylik pullari kiradi. Garchi uyushma yuridik shaxs bo'lmasa ham hisob varaq ochishga haqli hisoblanadi. Endi puldan foydalanish, ya'ni kasaba uyushmasi hisobida 10 million so'm bor deb tasavvur qilaylik. Ya'ni ular xodimlarga yangi yil sovg'asi olish uchun, o'qitish kurslariga to'lash uchun, shikoyatlarni yuritish uchun, advokatga to'lov qilish uchun, demak, pullarni
kasaba uyushmasi erkin ishlatishi mumkin. Ish beruvchi ularni nimaga sarflanganiga aralasha olmaydi. Yoki ish beruvchi qarzga botdi, demak kasaba uyushma pulini olib qo'ya olmaydi. Faraz qilamiz, korxona rahbariyati soliq yoki boshqa qarzlarni vaqtida to'lamadi va sud undiruv qo'ydi. Lekin sud korxonani hisobidan pul olishi mumkin. Kasaba uyushmaning maxsus hisob varag'idagi pulga tegmaydi. Chunki bu pul xodimlarni puli hisoblanadi yoki aytadigan bo'lsak, bu ish beruvchini mablag'i emas. Endi kasaba uyushmasini demak mol-mulki qanday manbalardan shakllantiriladi? Birinchisi a'zolik badallari. Masalan, universitetdagi talabalar kasaba uyushmasiga demak har oyiga oylik a'zolik badali to'laydi. Bu pul yig'ilib sport musobaqalari, ijtimoiy yordamlar, bayram tadbirlari uchun sarflanishi mumkin. Yoki bo'lmasa, zavod ishchilari kasaba uyushmasiga oylik maoshini 1% a'zolik badali sifatida to'laydi. Demak, bundan kasaba uyushmasini mol-mulki shakllanadi. Ikkinchi, ixtiyoriy mulkiy badallar va xayriyalar. Ya'ni, korxona rahbari kasaba uyushmasi tashabbusi bilan o'tkaziladigan Saxovat 2025 aksiyasiga 10 million so'm xayriya qiladi. Yoki bayram oldidan tashkilot ishchilari o'z ixtiyori bilan aytishimiz mumkin kiyim-kechak, kitoblar yoki pul to'plab, demak kasaba uyushmasiga taqdim qiladi. Ya'ni bular kam ta'minlangan xodimlarga berish uchun kasaba uyushmasi jamg'armasiga topshiriladi. Keyingi manbasi tadbirkorlik faoliyatidan tushgan tushumlar. Kasaba uyushmalari ba'zi holatlarda tadbirkorlik bilan ham shug'ullanishi mumkin. Masalan, kasaba uyushmasiga qarashli sanatoriylar, dam olish uylari yoki sport majmuasi xizmatidan tushgan pullar buni tashkil qiladi. Uyushmaga tegishli bo'lishi mumkin kichik kafe yoki poligrafiya markazi bo'lishi mumkin. Kurslar yoki dam olish markazlaridan tushgan daromad ham kasaba uyushmasining asosiy daromad manbalaridan hisoblanadi. Yoki kasaba uyushmasi a'zolari uchun sotiladigan arzonlashtirilgan mahsulotlar savdosidan tushgan foyda ham jamg'armaga qo'shiladi. Endi keyingi manbasi qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa tushumlar. Ya'ni bu band juda keng va qonun ruxsat bergan hamma boshqa daromad turlarini o'z ichiga oladi. Masalan, xalqaro tashkilotlarning grantlari bo'lishi mumkin, konferensiya, seminar yoki treninglar o'tkazilganda olingan qatnashuv to'lovlaridan yoki bo'lmasa homiylar tomonidan berilgan mablag'lar, yana aytishimiz mumkin lizingdan, ijaraga berilgan mulkdan tushgan foydalar ham korxonani kasaba uyushmalari mol-mulkini shakllantirish manbalaridan hisoblanadi. Endi kasaba uyushmalari faoliyatining asosiy prinsiplariga to'xtalamiz. Ya'ni birinchi prinsipi bu demak qonuniylik. Ya'ni qonuniylik deganimizda kasaba uyushmalari barcha ishni qonunlarga amal qilib bajaradi. Ya'ni hech bir qaror yoki talab qonunga zid bo'lib qolmaydi. Ikkinchi ixtiyoriylik, ya'ni uyushmaga a'zo bo'lish hech ham majburiy emas. Demak, xohlasa a'zo bo'ladi, xohlasa chiqib ketadi. Barchasi xodimni o'zini tanloviga qo'yib beriladi. Uchinchi, kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik. Demak, hech kimni millati, jinsi, yoshi, dini deymiz uchun hech qachon kamsitish mumkin emas. Ya'ni barcha a'zolarga teng munosabatda bo'linadi. To'rtinchi, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish. Kasaba uyushmasi ish beruvchi davlat yoki boshqa tashkilotlardan mustaqil. Ya'ni bu nima degani? O'z qarorlarini o'zi qabul qiladi. Keyingisi, teng huquqlilik. Uyushmadagi barcha a'zolar bir xil huquqlarga ega. Hech kimning huquqi boshqasidan ortiq yoki kam bo'lishi mumkin emas. Hamda oxirgi prinsipi oshkoralik va ochiqlik. Ya'ni uyushma o'z faoliyati haqida ochiq ma'lumot beradi. Bu degani qarorlar, yig'ilishlar, mablag'lar sarfli barchasi a'zolarga ochiq, oydin ravishda hisobot shaklida yetkaziladi. Endi kasaba uyushmasining huquqlariga to'xtaladigan bo'lsak, demak, birinchi huquqi xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy huquq va manfaatlarini himoya qilish huquqi. Buni qanday tushunamiz? Ya'ni kasaba uyushmasi xodimlar uchun ish haqi, dam olish, ish sharoitlari, bonuslar kabi iqtisodiy manfaatlarni doimo himoya qilib boradi. Masalan, agar korxona ishchilariga o'z vaqtida oylik bermasa yoki ish haqi pasaytirilsa, kasaba uyushmasi bu masalani rasmiy ravishda ko'taradi va xodimlar foydasiga hal qilishga harakat qiladi. Ikkinchi, normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda ishtirok etish huquqi. Ya'ni
Korxonadagi kasaba uyushmalari ayrim mehnat qonunlari yoki texnik xavfsizlik qoidalarini ishlab chiqishda o'z fikrini ayta olishi mumkin. Aytaylik, yangi mehnat kodeksi loyihasi tayyorlanayotganda kasaba uyushmasi vakillari dam olish kunlari qisqartirilmasin yoki himoya vositalari majburiy bo'lsin degan takliflarni beradi hamda bu turli loyihalarni ishlab chiqishda ularni ishtirokini ta'minlaydi. Keyingisi jamoa muzokaralarini olib borish va jamoa shartnomalarini tuzish huquqi. Ya'ni kasaba uyushmasi korxona bilan muzokara olib borib, xodimlar uchun qulay sharoitlarni, shartlarni kelishib oladi. Aytaylik, kasaba uyushmasi muzokara qilib, quyidagilarga erishishi mumkin deymiz. Yiliga 2 marta bepul tibbiy ko'rik yoki qo'shimcha to'lanadigan ta'til yoki ishchilarni farzandlari uchun chegirmali to'garaklarni tashkil qilib berish to'g'risida, demak, jamoa shartnomasida bu kelishuvlarni yozib qo'yadi. 4. Bandlikka ko'maklashish sohasidagi huquqlar. Ya'ni, kasaba uyushmasi ishchilarni ishsiz qolmasliklari uchun yordam beradi. Zarur holatda yangi ish joyi topishga ham ko'maklashadi. Aytaylik, kompaniyada masalan сокращение deymiz, qisqartirish keladigan bo'lsa, kasaba uyushmasi ishdan bo'shayotgan xodimlarga hatto boshqa korxonalardagi bo'sh o'rinlarni ham topib berishi mumkin yoki qayta o'qitish kurslariga yuborishi mumkin yoki vaqtinchalik yordam pul olishga ham yordam berishi mumkin. Demak, 5-huquqi, ya'ni xodimlarni ijtimoiy himoya qilish sohasidagi huquqlar. Kasaba uyushmasi xodimlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish masalalarini nazorat qiladi. Ya'ni bu kasallik, baxtsiz hodisa yoki moddiy muammo paytida beriladigan yordamlar hisoblanadi. Misol uchun, agar xodimning uyida yong'in bo'lsa yoki og'ir jarohat olsa, kasaba uyushmasi moddiy yordam ajratadi. Masalan, bo'lishi mumkin bu dori-darmon xarajatlarini qoplashi mumkin. Zarur bo'lsa, vaqtinchalik yashash joyi topishga ham ko'maklashishi mumkin. Kasaba uyushmasiga qarashli binoni bir kunlik tadbiri uchun ijaraga berishdan 1,5 million so'm pul tushdi deymiz. Demak, bu ham xodimlarni ijtimoiy himoya qilish sohasiga ishlatiladi. Endi axborot olishga bo'lgan huquq, bundan nimani tushunamiz? Kasaba uyushmalari korxonadagi xodimlarga tegishli barcha kerakli ma'lumotlarni olishga haqli hisoblanadi. Masalan, ish haqi qanday hisoblanadi, xavfsizlik qoidalari qanday, yangi o'zgarishlar bo'lyaptimi, bularni barchasini so'rashga kasaba uyushmasining huquqi bor. Masalan, aytadigan bo'lsak, ishchilar oylik nega kamayganini tushunmasa, kasaba uyushmasi rahbariyatdan rasmiy ma'lumot oladi va uni xodimlarga tushuntiradi. Keyingisi mehnatni muhofaza qilish sohasidagi huquqlar. Ya'ni kasaba uyushmasi ish joyini xavfsiz bo'lishini doimo nazorat qilib boradi. Xodimlar uchun kerakli himoya vositalari mavjudmi, mavjud emasmi, buni tekshiradi. Masalan, zavodda ishchilar uchun qo'lqop deymiz yoki himoya ko'zoynagi bo'lishi mumkin, yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu paytda kasaba uyushmasi bu masalani rahbariyatga yetkazadi. Hamda rahbariyatdan o'sha jihozlarni yoki aytamiz qo'lqop, himoya ko'zoynagi deymiz, o'shalarni xarid qilib berishni yetarlicha talab qiladi. Keyingisi jamoatchilik nazoratini amalga oshirish huquqi. Ya'ni kasaba uyushmasi korxonada qonunlarga himoya qilinayotganligini nazorat qiladi. Xodimlarga nisbatan adolatsizlik bo'lsa, bu borada tekshiruv qiladi. Misol uchun aytishimiz mumkin, agar ish beruvchi ishchilarni majburiy ravishda qo'shimcha ishlatayotgan bo'lsa, kasaba uyushmasi tekshiruv o'tkazadi va qonunni buzganligi uchun, demak, ish beruvchini ogohlantiradi. Keyingisi mehnat nizolarini ko'rib chiqishda xodimlar manfaatini himoya qilish huquqi. Ya'ni ishchi va ish beruvchi o'rtasida muammo chiqsa, kasaba uyushmasi doimo xodimning tomonini oladi, ya'ni uni himoya qiladi. Masalan, agar ishchi meni nohaq ishdan bo'shatishdi deb kasaba uyushmasiga murojaat qilsa, kasaba uyushmasi unga huquqiy yordam beradi, hatto ishni sudga olib chiqish ham mumkin. Hamda oxirgi huquqi, demak, bu O'zbekiston xalqaro shartnomalarini tuzishda, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarini tuzishda va ijrosini monitoring qilishda ishtirok etish huquqi. Ya'ni bu nima degani? Kasaba uyushmalari xalqaro mehnat tashkilotlari bilan ham ishlaydi. Ya'ni ular O'zbekiston nomidan ba'zi xalqaro mehnat shartnomalarini tayyorlashda ishtirok etadi va ularni bajarilishini kuzatib boradi.
Masalan, bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha xalqaro shartnoma bo'lsa, kasaba uyushmasi shu shartnoma asosida korxonalarda bolalar ishlamayotganligini nazorat qilish huquqiga ega. Demak, endi O'zbekiston Respublikasini kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonuni haqida to'xtalamiz. Ya'ni bu 6 dekabr 2019 yildagi 588 sonli O'zbekiston Respublikasining qonuni hisoblanadi. Ya'ni kasaba uyushmalari to'g'risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 24 oktyabrda qabul qilingan. Senat tomonidan, demak, 2019 yil 30 noyabrda ma'qullangan. 8 mart 2020 yildan boshlab bu qonun kuchga kirgan. Qonun 9 bob 56 moddadan iborat. Demak, har yili 11 noyabr O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari kuni sifatida nishonlanadi. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmalari federatsiyasini logotipini. Ya'ni bu logotipga asosiy e'tibor qiladigan bo'lsak, ya'ni yashil rang. Bu yashil rang deganimizda nimani tushunamiz? Hayot, barqarorlik, taraqqiyot yoki mehnatkashlar farovonligi ramzi sifatida tushunishimiz mumkin. Endi ko'k rang tinchlik, ishonch, adolat va ochiqlik ma'nolarini bildirsa, e'tibor qaratishimiz mumkin aylana va o'zaro tutash shakllar bor. Bular birdamlik, hamjihatlik, jamoaviylik ramzi hisoblanadi. Ya'ni bu kasaba uyushmalarining turli soha va kasb egalari manfaatlarini yagona maqsad yo'lida birlashtiruvchi kuch ekanligini ifodalash maqsadida qo'llaniladi. Endi markazdagi demak harakatni eslatuvchi shaklga e'tibor beradigan bo'lsak, mehnatkashlarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy himoyani ta'minlash g'oyasi bu yerda aks ettiriladi. Endi yana ko'rishimiz mumkin O'zbekiston Respublikasining xaritasini. Demak, bu federatsiya faoliyatini butun respublika bo'ylab olib borilishi, barcha hududlarda mehnatkashlar manfaatlarini teng himoya qilinishini anglatadi. Endi logotipdagi yozuv, demak, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi yozuvi buni davlat miqyosidagi nufuzi, rasmiyligi va mas'uliyatini ifodalaydi. Demak, bu yerda O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasini logotipi tasvirlangan. Bu slaydimizda O'zbekiston sog'liqni saqlash xodimlari kasaba uyushmasini logotipi tasvirlangan. Demak, misol tariqasida olingan UzAvto Motors aksionerlik jamiyati bo'yoqlash sexi boshlang'ich sex kasaba uyushmasi faoliyati bo'yicha qisqacha ma'lumot berilgan. Demak, o'tgan davr mobaynida kasaba uyushmasi tomonidan qanday ishlar, xodimlar ijtimoiy himoyalash maqsadida qanaqa ishlar amalga oshirilgan. Mana e'tiboringiz qaratishingiz mumkin. 212 nafar ishchi xodimlarga salomatliklarini tiklash maqsadida yo'llanmalar berilgan. 75 nafar ishchilarni tarixiy shaharlarga sayohatlari bepul amalga oshirilgan. Bayram sanalari munosabati bilan sexni fidoyi xodimlari va nafaqadagi faxriylarga qimmatbaho sovg'alar topshirilgan. Har oyda eng yaxshi ishchi xodim va eng yaxshi jamoa tanlab olinib, boshlang'ich sex kasaba uyushmasi tomonidan rag'batlantirib borilgan. Demak, bu kasaba uyushmasi faoliyatiga sarhisob deb aytsak bo'ladi. Endi bu yerda jamoa shartnomasi keltirilgan, ya'ni jamoa shartnomasi mehnat shartnomasidan farqli ravishda ish beruvchi va kasaba uyushma qo'mitasi raisi tomonidan demak imzolanadi. Hamda shu asosda ular bir-biri bilan demak muzokaralar o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. Umuman oladigan bo'lsak, kasaba uyushmasi xulosa qiladigan bo'lsak, mustaqil tashkilot hisoblanadi. Uni raisi ish beruvchiga bo'ysunmaydi. Rahbarning topshirig'ini bajarishga majbur emas. Faqat kasaba uyushmasining o'z nizomi va a'zolarining qaroriga amal qiladi. Savol bo'lishi mumkin, nega bo'ysunmaydi? Bunga qanaqa javob beramiz? Kasaba uyushmasining vazifasi xodimlarning huquqlarini himoya qilish. Agar rais ish beruvchiga bo'ysunsa, u xodim manfaatini qanaqa himoya qiladi? Shuning uchun bu yerda asosiy e'tiborni qaratamiz uni mustaqilligiga. Kasaba uyushmalari mavzusi bo'yicha, demak, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Sog' salomat bo'ling.